bitim 2019 ning natural sonlarning 4-chi misoli. Bizda aytayaptiki 25 ning 13-chisi qo'shilgan 16 ning 127 darajasi plyusdan 27 yig'indi qanday raqam bilan tugaydi? Ya'ni shu yig'indining oxirgi raqamini toping degan savol berilyapti. Hop, birinchi o'rinda biz bilishimiz kerak. Qoida sifatida bilsak ham bo'laveradi. 0, 1, 5, 6 raqamlarning ixtiyoriy sonning shu oxirgi raqami shu bilan tugasa, raqam bilan tugasa, raqam bilan tugasa, ixtiyoriy darajasi aynan shu raqamlarning o'zi bo'ladi. Shu raqamning o'zi bo'ladi. Hop, endi misolga qaytadigan bo'lsak, hop, mana 25 ning 13-chisi mana oxirgi raqamga qaraymiz. 5 bilan tugayapti. Demak, 5 ning ixtiyoriy darajasi tushuntiradimi? Bag'da qanaqa son bo'lishidan qat'iy nazar 5 ning ixtiyoriy darajasi 5 bilan tugaydi. O'shaning uchun shuni oldida bir nechta sonlar bor. Biz bilmaymiz uni, hisoblashimiz ham kerak biz. Oxirgi raqam 5 bilan tugaydi deb ketsak bo'ladi. Hop, qo'shilgan. Hop, bizda yana 6 berilgan, ana 16 berilgan, lekin 6 ni olib ketaveraman. 6 ning 127-darajasi. Bu degani 16 ni o'ziga 127 marta ko'paytirib chiqmaymiz. Fikrlasak bo'ladi. Oldida, shularning oldida qanaqadir sonlar bor, bir nechta sonlar bor, lekin oxirgi raqami 6 bilan tugaydi. Qo'shilgan 27. Hop, shuni fikrlab ketsak bo'laveradi. Bizga kelib chiqadi. Hop, oxirgi raqamni top desa, har doim oxirgi raqamlar ustida ishlab qo'ya olamiz. 5 ga 6 ni qo'shsam 11, 11 ga 7 ni qo'shsam oldinda qanaqadir sonlar bor, lekin oxiri 8 bilan tugaydi. O'shaning uchun mana oldida bir nechta sonlar bor. Men bilmayman, topishim shart emas, chunki bizda oxirgi raqamni so'rayapti, lekin oxirgi raqami aniq 8 bilan tugaydi. 8 bilan tugaydi. Hop, bizda B javob bo'lyapti. Hop, mana shunday misollar shunday ishlansa doim bo'ladi. Bu qoida sifatida hop, o'zimiz uchun bilib olamiz. Ya'ni 1 0 1 5 6 ixtiyoriy son bo'lsa, o'zi bilan tugaydi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, miyani rivojlantiring.